Assalomu alaykum, bizdan kuzatib borayotgan Instagram obunachilarimiz. Xudo xolasa sizlarga bugungi rolikimiz, bugungi eshikimizning obzorini aytib beradigan bo'lsak, amerikanskiy orix deb aytiladi. Materiali matoviy Toshkent o'zidan zavodskoy keladi. Bizga kraska chapib beriladi. Bu yerda shtabkina kraska chapiladi. Qolgan yerlari zavodskoy narsa bo'ladi. Zavodskoyning buni bir yeri yaxshi. Buni yuvib, sirib, teshib qo'yib üstü materiali matoviy. Hozirgi kunda bu eshiklarimizni biza 1.900.000, 1.800.000 sotganmiz. Sizler için Xudo xolasa bu narsamizni 1.500.000 so'm aytib berdik. 1.500.000 so'm ichida eshigi, non eshigi, qaronasi, zamon sonopkasi bo'ladi. Bizlar Xudo xolasa keyin ko'pincha ko'p savol keladi. Daborni ichki ishlanadi deb. Dabor desangizda daborni ham mana ko'kimiz, go'sht ko'kimiz, daborda ham narsamiz otxo'zni beklab beradigan dabor bo'ladi. Balachalar ham eshikni agarda galachadon bo'lsa, eshikning ichida qo'yib beriladi. Yo'q, отдельный desangizlar ham ishlab beriladi. Bizani yo'qotib qo'ymaslik uchun obuna bo'lib, like bosib, kommentariya plus qoldirsangiz Xudo xolasa batafsil ma'lumot beramiz.